Akalar buni svarkasi qanaqa, yorilib ketadimi, nimadirlar degan uchun maxsus aka. Mana xudo xolasa sifatini bir tekshirib ko'rasizlar, tashlab beradi. Qochtirib Eldor aka keling. Ya ishga ishonasizmi? Ishonaman xudo xolasa. Da, tashlavering. Men chiqaymi? Bo'ldi, qochinglar. Ketdi. O'zbekistonda xudo xolasa yo'q bundan. Yo'q bundan. Bo'lsa ham 3,5 metrligi bor, yagona bo'ldi, 4,5 metrlik chang qoqadigan apparat. Polni avtomatlar. Bitta ochib ko'rsatib bersam mana. Bu changning torishini qara, keling, ko'ring buni. Yurgizing. Yaxshi qulluq bo'lsa, lazer listagiplarni boplabsiz. Ha, shu endicha rivojlanish qilmasa, ancha ish tez yuradi endi. Ha, yana ham. Uslubiga ham qo'ydingizmi? Uslubiga ulayapmiz deb o'zimiz ishimizni tugatib olsak ham. Mana ko'ryapsizlar. Baquvvatligini ham ko'ryapsizlar. Eng tez o'laydigan, tez chachilib ketadigan joy shu yer edi. Buni ham hozir Turkiyadan, Germaniyadan sifatlilarni topdik. Xudo xolasa apparatga javob yana ham. Endi javob ishlashiga. Bo'ldi. Mana tayyor holatda, hozir gruntovka holati, gruntovkani tekshirilgandan keyin Pachonilari 4 tadan baravarlar sarka qilganmiz. Motorlari tepada eng qizig'i mijozlar 430 ligimi bu? 430 edi, 4,5 qilib yasashni boshladik. Eng qizig'i bizda pachonilari ham shunaqa katta pachonilar qo'yiladi. Keyin bunaqa zashta ham qo'yamiz. O'sha o'tgan safar aytganimiz tayyor bo'libdi. O'zbekistonda xudo xolasa yo'q bundan. Yo'q bundan. Bo'lsa ham 3,5 metrligi bor, yagona bo'ldi, 4,5 metrlik chang qoqadigan apparat. Polni avtomati. Buni oddiysi ham bor. Rezina orqali qoqadigani, bu turbo orqali qoqadi. Ichlarini ham bir ko'rsangiz, xudo xolasa. Hozir gilam o'rnatilyapti. Hozir ishlatib beramiz akalar. Ishlatib bir katta. Endi bu yangi, kulmaysizlar, endi chiqishlari shogirdlar hali yangi. Lekin o'zini tortadigan rezinkalari bor. Gilamni bosib turadi, mana sxemalari bor, hattoki mo'lari ham Turkiyadan kelgan. Turistka original haligi uzilmaydigan narsalar. Endi buni ko'rsanglar, ichi manaqa turbo orqali qoqib beradi. Bitta yurib ko'ring-da, deyormi? Probaga. Qoqadigan. Mo'lari ham gidravlikali, aynaklari ham kolonni aynalar. Sinmaydi. Mana qoqish holatda, shunaqa holatda qoqib beradi hozir. Video davomida hozir qo'yib beramiz. Eldor akam bilan xudo xolasa o'ldirib. Xudo xolasa shu holat qoqiladi. Endi ustini olib qo'ysak bo'laveradi, changib ketishi mumkin. Ha, changiydimi? Ha, bu o'ta katta chang borda gilamdagi. Changini ham oladigan texnologiya bor, hozir ko'rsatib beramiz. Gilam changini qarang, mana chiqayotgan changni. Yaqinroq oling-da. Mana changni qarang. Hozir changni shuni olishini ko'rasizlar, xudo xolasa. Nariyoqdan changi holati va yurishga tayyor qilib beradimi buni? Ha, shunaqa. Kelinglar, qarab turinglar. Bosing. Bismillahirrohmanirrohim. Sharmanda qilma qudalarni olib. O'tinglar haqa. Keling-da. Ha, bro qaramaydi. Presipizni bro ko'rmaydi ishta olsa, kelavering. Yordam bosdik. Buni qisish kerak yana. Ha. Ketaveradi, uch qarab turing. Bo'ldi. Buni yaqin. Ha, o'zi tortib olib kirib ketar. O'zi tortib olib kirib ketaveradi. Bu changni ko'ryapsizlar. Bitta ochib ko'rsatib bersam mana. Bu changni qaranglar. Endi chang torishini qara, keling, ko'ring buni. Yurgizing. Alon yoqib qo'ydi. Ha, endi bu changi berdi, bu atrofga keladi. Havoda mana orqali mana tortib ketyapti mana. O'zini chang tortadigani ham bor. Nariyoqqa o'ting, nariyoqqa. O'rab turinglar. Zokir aka, o'ring, billa o'ringlar. Bu yerdan gilamni o'rab olib chiqib beradi, gilamni. Va gilam xudo xolasa holatini ko'ryapsizlar, qanday turpoq edi. Changlari pastdan chiqyapti mana. Qilari chiqib, va changi ham past ko'rinmayapti mana. Shu holatda changlarni qoqaveradi. Keyin buni yana bitta yangiligi, yillar davomida ishlashini o'ylaganmiz. To'g'ri, bu chang qoqib turib, pastdan bu changni tortib beradi, lekin qilari, oddiy musurlarini mana yerda bitta rezinasi bor mana. Shesterna orqali chiqarib beradi. Hali turpoqlarini. Mana yerda paqirdan olib olishaveradi bolalar. Xohlasa polni usulini o'ylangan. Hatto changini mana oladi, qayda to'plangan musurlarini qopda mana yerda olishaveradi bolalar. Kevaqa. Mana bu changni ko'ryapsizlar mana. Bu changni qaranglar mana. Gilamdan chiqqan changni. Bu chang holati. Endi nariyoqda ko'ring. Chang yo'qolgan holatini. Bo'ldimi? Bo'ldi.
Turarsan shu yerda. Endi mana ko'ringlar mana. Xudo xolasa yuvilgandek qilib qo'ygan desak ham bo'laveradi, lekin buni обязательно yuvamiz hali. 2 kilo yuvgandan keyin ochiladi. Buni ataylab qizil gilam tanlaganimiz ko'p mijozlarimizni qizil gilamlari qaytib keladi, 10 tana bitta deydi. O'shaning uchun ataylab qizil gilamni olib keldim. Qizil gilamning effektini ko'rib ko'rasizlar. Xudo xolasa endi buni yuvgandan keyin rezultatini yana ham ko'rasizlar. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Eldor akamdan chiqsanglar, yana ham narxlarni tushib beramiz. Narxini ham aytib ketsam, nima yo'l, ha? Narxi masalan Turkiyada 10 ming, 12 ming dollar chiqsa, biz O'zbekiston narxida yarim narxi ham chiqqani yo'q. 6 ming dollardan tortib 4 ming, 3 ming dollargacha taxlab beryapti shunaqa fullini. Ha. Xudo xolasa yana savol zakaz bersanglar, bu holatda bo'lmaydi. Yana hamda mukammalroq brendlaringizni yozib, bu sxemalarni ham zakazlar bo'ldi, kattaroq qiling deb, o'shalarni ham katta qilib, lazer stonolar olganmiz, o'sha orqali taxlab beramiz yana safar. Bu figuralarni ham keltirib. Xudo xolasa aloqadamiz, telefon qilaverasizlar. Shu 3 mingdan boshlanar ekan narxi, 3 ming, 4 ming, 5 ming, 6 minggacha yasab beramiz deyishyapti. Xo'p, mana oynagini nima dedingiz? Qanaqa oynaga? Kolonniyani mijozlarga e'tiborga qarab Turkiyadan kelganlari bor dedi. Bu plastik oyna. Plastik oyna. Plastik yaxshi. Hali sinib ketyapti deyapti mana. Ancha-munchaga sinmaydi. Xudo xolasa o'zimiz o'zbekchasi deb jaydari o'ylangan hamma yo'q, haligi mijozlar talabiga qarab. Birinchi so'ygan uchun kamko'slarimiz bor. Lekin bundan keyingilariga ancha mukammal, ancha tajriba bo'lyapti. Murakkab qilib beramiz. Ya'ni hamma ishda ham birinchi tajriba bo'ladi, lekin birinchi tajribamiz zo'r. Endi bu effektini g'ildiraklari ham bor, o'zi yuraverar ekanda bu. Ha, o'zi yuradi, oldiga orqaga qaytadi. Teng qizig'i, zavodskolarda invertor bo'lmaydi ekan. Buni invertorli qilganimiz motori. Ha, invertorli qilganimiz bizning O'zbekiston sharoitida gilamlar har xil. Qalin gilamlar bo'lsa, motorni sekinlashtirib qo'yapmiz. Bitta yurgizni Diyorbek. Motorni sekinlashtirib qo'yapmiz. Sekin yuradi. Agar nozik gilamlar, chirigan gilamlar bo'lsa narigisi. Tezlashtirib yurgizavering. Tezlashtirib qo'ysam bo'laveradi mana shu holatda. Bu hozir sekin variant. Hozir sekin variant. Qo'shing invertordan burasangiz qulog'ini. Buring, boriga buring. Ha, tezlashsachi. Mana, burasini tezroq ham chiqaveradi chang gilamlarga. Turaversa shunda. Endi buni ichini ko'ringlar. Qoraga. Diyorim uni ochaylik. Mana shu bola yasagan. Mana ichini ko'ringlar. Mana ichida changni ko'ringlar. Effekti changlarini, mana ichidagi hozir changi yo'q edi. Yurgizingmi buni? Yurgizib bering. Buni ushlab turing, uni ushlab turing. Yurgizib bering. Mana. Bushini ko'ryapsizlar, buning ichida hattoki changi yo'q, gilamda ham changi chiqadi, iloji yo'q. Bo'ldi, chiqaring. Hamma usulini o'ylangan. Keyin anaqa ko'pchilik bilsanglar, apparatda aybini yashirib ketadi. Biz aybini ochib ketaveramiz. Masalan, aybi nima? Pachonlik yog'lamasa, pachonliklar yog'lamasangiz o'lishi mumkin. Keyin yana bitta aybi chiqdi, buni ko'rdik. Bu narsa yemirilar ekan yillar davomida. Qanchaga yetadi? Masalan, 3 oyda bir yemirilib ketar ekan, shuni ham oldini topdik. 5 oy, 6 yilda yemiriladi. Chunki mayeriga almashtiradigan narsa qo'ydik mayeriga. Mana mashina remini bir narsa detallar, uni yana safar zavodga olib kelamiz. Mana shu narsa 3 oyda bir o'ladi. O'lsa ham bu bunga taalluqli emas. Uni uzib qo'ydik. O'zlar shunasi Eldor aka sxemalarda. Mayerda mana bunaqa joyi bor. Endi kulmaysizlar, endi hozircha samaraslar qo'ydik. Yani safar putulkali bo'ladi, tindaqli bo'lib. Mana shu yechiladi, almashaveradi 3 oy, 4 oyda bir. Men arzimagan narsa. Lekin bu narsalari 5 yil, 6 yillik garantiya zavodda o'zidan olganman. Yaxshi narsa. Bu keyin yana kamchiligi nima bo'lishi mumkin? Kamchiligi endi qoplarni tozalab turasizlar, qolgan shlankalar ham original, endi motorlari ham cheres invertorlik. Shu xudo xolasa xizmatinglar qilaveradi. Buni gilam yuvuvchilar, katta ob'yomdagilar tushunadi. Chunki 3 kunlik gilamini bu narsa bo'lsa, bir kunda yuvolamiz deganlardan eshitib ishlatayotganlardi. Chunki kuniga masalan 300 kvadrat yuvsa, bu orqali xudo xolasa 900 kvadrat gilamdan yuvisha oladi. Telefon qilaverasizlar. Qoqqani vaqt ketardi, bu o'zi qoqib changini ham o'zi tortib oladi. Karchillagan, yo'q, yapingizni bo'ldim, hozir qoqqani emas, karchillagan vaqti. Karchillaganda gilamni videosini beraman, ko'rasiz. 20 minut vaqt ketadi-da, 30 minutgacha vaqt ketadi karchillagan. Uni haqiqiy gilamchilar tushunadi. Bu narsa bo'lsa, hozir ko'rdinglar, 2 daqiqa vaqtimiz ketdi. Karchillash shart bo'lmay qoladi. Karchillash shart emas. Changda olib bo'lganda karchi nima kerak bor? Keyin aka bundan tashqari bilsangiz, bu sentrifuga ham yasaymiz biz. Ha. Shunaqa 4,5 metrli, 5,5 metrli zakazga manaqa 2,5 metrliklari ham bor, kichkina. O'tib ko'ribsizmi aka? 2,5 metrli o'tib ko'ribsizmi? 2,5 metrli. Brendlarni ham lazerda yozib, zavodga qilib beramiz. Endi bu hozir 50% bitgan holatda, hali buni barabori bor, pachonligi bor. Shu holatda brendlaringizni yozib beramiz, anaqalarni qilib beramiz. Xohlasangiz pachonliklari mana turistik formatga o'tgan, usulli formatga, zakaznoy pachonliklar. Yonida oyog'i yo'q pachon, oyog'i yo'q bor pachonni sinib ketardi. Sinmaydigan. Brendlar yozib qo'yib beramiz. Bundan tashqari
Lazerlar ham qo'yganmiz, ishlarimiz yana ham rivojlanyapti. Eng qizig'i apparatlarga nimasiga garantiya berasizlar deganlar ko'pda kommentariyada yozib, hali svarkasi sinmaydimi, yoriladimi deganlar ko'p. Ajoyib aka, maxsus video. Kara chaqirtirib, ko'tarib turib, siz aytganingizcha siz uchun mana shu ko'tarib tashlab beraman. Bo'ldi. Aka, ko'ramiz, sifatini bir ko'ramiz. Sifatini hozir tekshiramiz. Bo'ldi aka. Narxi qanchadan boshlanadi kichkina? Narxi 2000 dollardan tortib, 5500 ming, 6000 dollargacha sentrafuga chiqaveradi. Keyin bu yoqda routerlarimiz ham bor turadi. To'xtang. O 2,5 metrlik qanchaga bitadi? 2,5 metrligi 2000 dan boshlab 4000 dollargacha. 2,5 metrlik. Xullas sentrafugalarimiz 2000 dollardan tortib 5500 dollargacha chiqaveradi narxi. Murojaat qilishaveradi. Listlari Nejeverka, qora metal. Iloji boricha yangi list ishlatamiz. Faqat bu turbalari Rossiyadan keladi, eski, iloji yo'q. Ha, yo, mayli buni haligi. Baquvvat bo'lsa bo'ldi, aka, muhimi. Bu yoqda mana o'tib Mana tayyori. Bu yoqda mana tayyor holatda, hozir gruntovka holati. Gruntovkani teshilgandan keyin pachonilari 4 tadan baravarlar sarka qilganmiz. Motorlari tepada eng qizig'i mijozlar. 430 ligimi bu? 430 edi, 4,5 qilib yasashni boshladik. Eng qizig'i bizda pachonilari ham shunaqa katta pachonilar qo'yiladi. Keyin bunaqa zashta ham qo'yamiz. Endi o'zimiz joyimiz, ishimiz maqtab o'tib ketsam deyapman. Shu holatda full qilib, chiroyli qilib yasab beramiz. Murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa. Akalar, aloqaga chiqasizlar, o'zlaringning brendlaring, o'zlaringning xohlagan ranglaring bilan tayyorlab beraveradi ustalarimiz. Yaxshi qulluq bo'lsa, lazer listdagi iplarni boplabsiz. Ha, shu endicha rivojlanish qilmasa, ancha ish tez yuradi endi. Ha, yana ham. Uslubiga ham qo'ydingizmi? Uslubiga ulayamiz, o'zimiz ishimizni tugatib olsak ham. Yaxshi. Akalar, mana bu barabarni yasalishi. Buni ko'proq qora metaldan ishlatadi. Qora metal ham bor, nejeverka ham bor. Qora metal ham masalan o'rtalarni ulaysilar, sinib ketamiz degan joyga, masalan biz o'rtasini ulagandan keyin mana usulli narsa ham qo'yib ustoq ekan. Manaqa narsa ham qo'yib qo'yamiz. Bu ish beraveradi, bu. Chiroyli qilib garantiyalar bunaqa beramiz. Svarkamiz o'ziga 4 yil garantiya qilib beramiz. Sinsa, yorilsa. Kafolati bor o'zi. Bu garantiyalar bor. Bu eng qizig'i ko'p sentrifugachilar ba'zi kuzatadi-da. Eng tez o'laydigan joyi shu yer. Biz to'g'risi haligi ishimizni aybini ham aytib o'tib ketaveramiz aka. Chunki ertaga kommentariyadan eshitganda, mana shu narsa tez o'laydigan narsa. Mana shu narsani hozir o'lmaydiganini qo'yishni boshladik. Isbot ekan bu. Tekstalit bo'ladi, qopqoqda qisib turadigan narsa. Bitta urib tekshirib beriladi, malatoyda oling. Kattaroq malatoyda uraylik. Xo'p, ana katta malatoyda olinglar. Hali isbotiga keling. Kvaldada. Kvaldada uravering, uyatmang. Manaqasi uring. Yonbosh. Qani? Ha, urib ko'ringda. Qattiqroq uravering. Uravering, uyatmang. Mana. Siz uring og'zimdagi. Mana ko'ryapsizlar. Baquvvatligini ham ko'ryapsizlar. Eng tez o'laydigan, tez chachilib ketadigan joy shu yer edi. Buni ham hozir Turkiyadan, Germaniyadan sifatlilardan topdik. Xudo xolasa apparatga javob yana. Endi javob ishlashiga. Bo'ldi. Akalar, sentrafuga olmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqinglar. Bag'i sezon mana bahordan ketdi akalar, u yog'i to kuzgacha yaxshi ish bo'ladi. Boshingizga tushib ketmasin. Boshga tushmaydi. Bu hozir xudo xolasa pastga tashlaymiz. Bitta apparatimiz baquvvatligini ham bir ko'rib berasizlar. Svarkalarni tekshiramiz. Mashinangizni olib tursangiz, olib chiqib aka, qo'yamiz. Tashqariga tashlaymizmi? Akalar, buni svarkasi qanaqa, yorilib ketadimi, nimadirlar degan uchun maxsus aka. Mana xudo xolasa sifatini bir tekshirib ko'rasizlar, tashlab beradi. Qo'shtirib, Eldor aka keling. Yoshga ishonasizmi? Ishonaman xudo xolasa. Da, tashlavering. Tabiiy. Tashlavering mana. Ketdi. Tashlavering, ha. Tashay. Men baroqqa turaman akalar. Men chiqaymi? Bo'ldi, qochinglar. Ketdi. Ana. Keldik. Xudo xolasa sifatini ko'rasizlar, ichkari singan yo'q. Hatto shpokulovkasi ham ko'chgan yo'q. Xolasanglar yana bitta ko'tarib tashlab beraveramiz. Chokpoki javob. Chokpoki ham ketgan. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar, ildam nomer ading. Akalar, sentrafuga tanlashda asha akalarga aloqaga chiqaverasizlar.